Этот разговор будет записан. Sizni ham iPhone'ingizda gaplashayotganingizda suhbatdoshingizga zapisin deb aytib qo'yayotgan bo'lsa, bu videoni oxirigacha ko'rib tursangiz, qanaqa qilib sezdirmasdan yozib olishni o'rgatib qo'yaman. Qo'limdagi telefondan buyurtma qiling, doim qulog'ingiz tinch bo'ladi. 32 gigabaytgacha fleshka qabul qiladi va har bir gaplashgan zvonoklaringiz saqlanib boradi. Xohlagan paytingizda kimdir sizga tuhmat qiladigan bo'lsa, siz bilan unaqa ma'noda emas, bunaqa ma'noda gaplashganmiz. Men sizga bunaqa deganman deydigan bo'lsa, shuni telefoningizni ochasizda, chuq qilib bundoq gaplashgan gaplaringizni eshittirib berishingiz mumkin. Avtomatik o'zi yozishni boshlaydi. Sizga ham eshitilmaydi yozayotgani. U odamga ham eshitilmaydi yozilayotgani. Shuning uchun mana shu telefondan xarid qiling. Bizda bor. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, kommentda telefon raqamingizni qoldiring, biz siz bilan bog'lanamiz. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi $50. Butun respublika bo'ylab yetkazib berish xizmatlarimiz mavjud. Pastki raqamlarga qo'ng'iroq qilasiz. To'liqroq ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, dizayni bo'yicha juda ham chiroyli. Mana ko'rishingiz mumkin va ochilib yopilishlari ham zo'r. Bir hafta batareykasi yetadi. Bir marta qo'yib qo'yasiz, bir hafta mobaynida bemalol batareykasini ishlatib, telefonni tutatib tashlashingiz mumkin. Bu telefonda esa ishlaringizni hal qilaverasiz internet orqali. Bu telefon o'zi gaplash uchun emas, internetda ishlaringizni hal qilish uchun. Gaplash uchun mana bunaqa chiroyli telefon kerak bo'ladi. Bemalol buyurtma qiling, barchaga yetadi mana shu mahsulotlarimiz. Bizlarni kuzatishda davom etinglar. Bundan da qiziq ma'lumotlar berib boramiz qo'ldan kelgancha. Like, podpiska boshingizdan chiqmasin.